Dahshat, nimalar bo'lmoqda? Xonanda Munisa Rizayeva notinchlik sabab muxlislariga murojaat yo'lladi. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Munisa Rizayeva Yaqin Sharqdagi notinchlik sabab muxlislariga murojaat yo'lladi. O'zbek estradasi yorqin yulduzi Munisa Rizayeva kutilmaganda tarmoqlar orqali o'z obunachilariga biroz xavotirli xabar bilan yuzlandi. Xonanda ayni damda Yaqin Sharq mintaqasida yuzaga kelgan murakkab vaziyat tufayli barchadan tinchlik so'rab, duo qilishni iltimos qildi. Gap shundaki, Isroil va Eron o'rtasidagi keskinlashgan ziddiyatlar sababli butun mintaqada, xususan Dubay shahrida ham havo qatnovlarida jiddiy uzilishlar kuzatilmoqda. Xavfsizlik nuqtai nazaridan deyarli barcha xalqaro havo reyslari bekor qilingan bo'lib, katta ehtimol bilan hozirda Dubaydan O'zbekistonga qaytish parvozlari ham noma'lum muddatga to'xtatib qo'yilgan. Boshqa davlatda qolib ketgan xonanda obunachilardan dunyoda tezroq tinchlik o'rnatilishini tilab, qo'llab-quvvatlab turishlarini so'ragan.